教你学国家通用语言情景绘画，即学即用2。我是你们的老师 Sekila Asqan。今天我们要学习的是第1单元的目标大本营啊。这个目标大本营是非常非常重要的内容，一定要学好。那我们先来看一下，把书呢翻到第7页。7-ci betga echib qaraylik. Bu mubyo deganimiz nishon, ya'ni mushu darslikning ichidagi eng muhim nuqtalarimiz. 首先第一个呢是一词多义。一词多义的意思呢，就是bir so'zningki necha xil ma'nosi bor demdi. 好，我们来看一下第一个呢，花degan so'z. Hoa degan bu so'zningki ma'nosi nima? Gul deydi-ku. Guldan boshqa ma'nosimi bor degan gap. Bir so'zningki har xil ma'nosi degandek. 那我们来看第一个啊，gulning birinchi ma'nosi, hoa degan bu xatningki birinchi ma'nosi可供观赏的植物或形状像花朵的东西。那就是说biz hozirlanadigan o'simliklar yoki bo'lmasa就是shekli gulga o'xshaydigan narsalarni hoa deymiz. 比如说其实odatdagi gul deganimiz就是花degan gap. 那花木 gul daraxt degandek, 花盆 gulning mundaq tastiki, 种花这个 gul terish andan keyin 雪花deganimiz 是 qor. Iliqi qayoqqa vaqtida mundaq bir就这样 iliqimda gulga o'xshab turib chiqimda yo'g'roq tushadiganiga nima qarva va ashini 雪花 deymiz. Iliqi inchika ushaq undek tushadigani那个叫雪粉或者是雪粒都可以，但是我们的一片一片去的呢是雪花。那这个呢是花的第一个意思ga. Birinchi ma'nosi gul. Ikkinchi ma'nosi sifat to'lab mangan chaqda nima ekan desak-chu, sifat bo'lgan chaqda 3 xil ma'nosi bor ekan. 花纹颜色或种类错杂的，就是说uniki guli yoki bo'lmasa rangi 就是 sal jiqraq qalamqaraq bo'lgan vaqtida uni 花 deydi ekanmiz. 比如说这裙子太花了，这裙子太花了，那就是 bu ko'ylak bek gullikkan. Bu ko'ylak bek gullikkan. 花猫 iliq ola mushuk. Ola mushukni nima deydi ekanmiz? 花猫。那花花绿绿，那这个意思指的是什么呀？rangarang deganga o'xshab qoladi. 花花绿绿，那 rangarang deganni bildirdi. 好，第三个呢，眼睛模糊迷乱。那 ko'zi nima bo'ldi? Iliqi g'uva bo'lib, keyin to'rlashib, aniq ko'ramaganni hua deydi ekanmiz. 那眼花、昏花两个都可以啊。那比如说 masalan man ts degan xatni s deb ko'rib qolgan bo'lsa,那就是birdan turib qarsam, men xatni xato ko'ryapman, ko'zim to'rlashib qolgan o'xshaydi degan bo'lsam,我怎么把这个字看错了？可能眼花了。那这个眼花的时候ya neylarga ko'zimiz olishib olib ketgan vaqtimizda眼花了desak bo'ladi. Masalan, mushu像我这样子的人啊，或者说ayollarni odatda qizlarni jiq zib-zinat boyaga kirib qo'ysa, va deb turib ko'zlarimiz olachakman bo'lib ketadi-ku. 那个时候你就可以说看得我眼睛都花了 desak bo'ladi. 下面呢，第4个呢，不专一sadiq emas. 你们的他这个人很花心，u bek nima ujmi ko'ngil. 那这个 ujmi ko'ngil deganda nima deydi ekanmiz? Uning ko'ngli gullik,那就是 gullachi deb turdi demak, yana qandaq deymiz? 就是说 sadiq emas, ili buni yaxshi ko'rib qoladi demakchi. 他这个人很花心deganda. 好，下面一个呢，花动词 ya'ni fe'l bo'lib chiqqan chaqda uning ma'nosi nima bo'ldi ekan desak, 花费、花钱、花时间啊，花费
那就是xarajat，对吧？花钱 pul xarjlash，那花时间 vaqt sarf qilish degandek bo'ladi ekan. 比如说apa dada sizlarni sayat qildirib kelay desak, 爸妈我带你们去旅游吧，爸妈我带你们去旅游吧。bo'ldilar balam bek pul sarf bo'lib ketadigan uningga desak, 算了孩子太花钱了，算了孩子太花钱了 desak bo'ladi. 那再比如说siz bu kiyimni mushu tikkichi qanchalik vaqt sarf qildingiz desak, 你缝这件衣服花了多长时间？你缝这件衣服花了多长时间 degandek. 那就是说花degan bu so'zningki hozir menda qancha xil ma'nosini o'rgandik? 5 xil ma'nosini o'rgandik. Birinchi ma'nosi asli ma'nosi, ya'ni gul yoki bo'lmasa gulga o'xshaydigani. Ikkinchi ma'nosi 是这个 gulluk. bek gulluk rangarang bo'lgan vaqtida tay hua. 那第三个呢 ko'zi to'rilishib qolganni hua deydi ekanmiz. Hua. Shuningga iliqi bir iliqi yashinib qolgan vaqtida taqaydigan bir ko'zoynak bor, iliqi yaqinni yaqinni ko'rolmaydigan da taqaydigan ko'zoynak. Nima deydi shuni? 老花镜. 然后呢 to'rtinchi ma'nosi sodiq emas, ujmi ko'ngil. 那 beshinchi ma'nosi 就是 sarf qilish, ko'pincha pul, ya'ni vaqtga ishlatadi. Pul, ya'ni vaqtga ishlatadi. 这个呢是花 degan bu so'zningki 5 xil ma'nosi bor ekan, bugun o'rganganda. 那下面呢我们看一下词句例式。词句例式第一个呢差不多 deganimiz 就是 ancha farqlanmaydi. 那它表示的是相差很少或接近，那就是 farqi nihoyatda oz yoki bo'lmasa nihoyatda yaqin debdi. 那比如说 buningda menda bizga ikkita misol beribdi. 咱们俩差不多高。咱们俩差不多高。那 ikkimiz这个地方的高指的是 boy turqimiz demakchi. Ikkimizningki bo'yi o'xshib qoladi. Xo'ja ikkimizningki egizligi o'xshib qoladi. Ya'ni shu bo'y demakchi. Ikkimizningki bo'yi o'xshib qoladi. Na ikkinchisi mama da 头发差不多都白了. Na opamningki chechi asos chetdan oqirib ketdi. Na opamning chechi asos chetdan oqirib ketdi desak bo'ladi. 那这个差不多 咱们能不能明白它的意思呀？就是说 ancha farqi yo'q deb. Masalan, anandiki ma aslini qarab baqaylik. 差不多也可以用在数量前呢. Ma 差不多呢, ya'ni sonning oldiga aytsak, uningki ma'nosini taxminan bo'lib ma'nosi ekan. 教室里坐了差不多20人. Sinfning ichida taxminan 20 dak odam o'ltiribdi. 4. misalda 差不多一半的同学都去过北京. Taxminan 20dak savoqdoshlarimiz nega berib baqqan? Mushu Beijingga berib baqqan. 那就是说差不多 degan bu so'zningki ma'nosi 就是 ashiningga yaqin qoladi deymdi, ancha farqlanmaydi. Boshqa narsalarni shu sifatlarni oldida ishlatgan vaqtimizda asos jihatdan shu ancha farqi yo'q deb tushungan bo'lsak, asos jihatdan deb tushungan bo'lsak, sonning oldiga kelganda uni biz taxminan deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni mushu songa yaqin bo'lgandan keyin taxminan deb tushunsak bo'ladi. Masalan, opam sirtqa chiqib ketgili taxminan 2 soat bo'ldi desak, mama 出去差不多2个小时了. Mama 出去差不多2个小时了 desak bo'ladi. Na yana bir songa aytsak, meningki taxminan 5 jup oyog'im bor desak, 我差不多有5双鞋子. 我差不多有5双鞋子. 这是 sonning oldiga kelgan ikkita misol oldik. Agarda boshqasiga aytsak,比如说 shu asos chetdan yoki bo'lmasa yaqin qoldi degan vaqtimizda, masalan
Mesela dostlarımızdan hemmesi asas chat'ten öyge kitip oldu desek 朋友们差不多都回家了朋友们差不多都回家了 desek buludu. 那下面一个呢 ikinci 님이ken 什么都 여기 这个什么也 desek mi buludu 什么отырғы чеки деліп 도也 alsak mı buludu. 那 bunu işletken vaxtımızda 什么 deyen nime na keyniga 도 degenimiz hemmisi болған болса nime hemmisi na bu vaqtıda bu nimeni gösterip berdi desek her qandaq нәрсе Joşu hemmisi deb düşünsek buludu her qandaqı yoki hemmisi deb düşünsek buludu. Na 比如说 fukam nime bolsa şunu yeydi. Na nime degemeyedeki就是什么 nime bolsa şunu yeydi desek 或者说 nim bolsa yeydi desek 弟弟什么都吃弟弟什么都吃 deymiz. Siz nimda nime gap bolsa deyversiz. Ne diyorsunuz şu deydiğen gap mı var, demeydiğen gap mı var, nime gap bolsa deydiken siz bolsa. 你怎么什么话都说你怎么什么话都说 deymiz. Na men her qandaq ishni qila alayman. Men her qandaq ishni qila alayman desek 我什么活都会做我什么活都会做 desek buludu 我什么活都会做 或者是干的 işlesek mi buludu 干活 deyimiz emas mı köpüntüsü 我什么活都会干也可以那什么 degan jaqda bu yerda sual emas balki her makaniga 도 qitilganda ya bo'lmasa ye degan so'zni qatgan vaqtimizda har qandaqi deganni bildirdi. Masalan, bu yerdagi misolga qarab baqsak 今天他去商店了 今天他去商店了 bugun u nega magazinga ketdi 可是什么都没买可是什么也没买 lekin hech narsa setib olmadi lekin hech narsa setib olmadi ikincisi 你觉得咱们什么时候去好 seningcha biz qachon borsak yaxshi bo'lar 你觉得咱们什么时候去好 biz qachon borsak bo'lar 随便什么时候都行 ixtiyoringiz qachon bo'lsa bo'laveradi qandaq vaqt就是har qandaq vaqt demakchi har qandaq vaqt bo'lsa bo'laveradi qachon bo'lsa bo'laveradi 什么时候都行什么时候都行这个呢是什么都那么bu 什么都 degani mushu 什么dan boshqa masalan odamni so'raydigan kim ekanligini so'raydigan so'z qaysi şey deymiz-ku o'rinni so'raydigani nar deymiz andan boshqa qaysi deganimiz na deymiz nima像 mushu şey 什么na nar qatorliq mushu so'zlarniki hammasiga hayoniga ruhi deb怎么deb mushu savol so'zlari deymiz-ku savol almashlari mushu savol almashlarning hammasining keyiniga mushu dovni ekelsak Naju her qandaqi bo'lib mangdu her qandaqi masalan şey dov bo'lsa naju her qandaq odam masalan xasing noiti arzon her qandaq odam setib olib yesi bo'ladi desak 花生的价钱便宜谁都可以买来吃花生的价钱便宜谁都可以买来吃desek bo'ladi andan keyin men bu yerga yangidan keldim buni birdan turib deylik bu qarim qarshi ha shaydo har qanday odam shunaqa nima yana nimda do'q nardo
Men Ürümchiga kelgili 10 yıl boldu. Hamma yerni bilaman desek, 我来乌鲁木齐10年了，哪儿都知道，哪儿都知道，那就是 her qandaq yani bilama degan bo'ladi a. Nima, masalan, hozirgi mushularga qaysi degan na bo'lgan bo'lsa, bu odatda naning keyniga bir miqdorni aytganimiz qo'y, qaysi na ge, na bin degandek, do degandek. Masalan, bu kitoblarningki hammasini men ko'rib baqqan, o'qib baqqan bo'lsa, 这些书我哪本都读过，这些书我哪本都读过，不了忙多。好，这个呢是哪。好，现在我们知道了啊，谁、什么、哪儿 qatarlıq sözlərninki keyniga do yoki yeni aytgansak, bu har qandaqi, har kim, har joy bulab mağdığı şu bütün hammasi bo'ladi. Agarda bunun keyniga yana bir bu degan xatni qaytaversak, bu degan yoqdagi buni qaytaversak, ya bo'lmasa may odiki may qaytilsa, najo hech qaysi, hech kim andan keyin hech nar bo'lib mangdi. 比如说 men bu yerga yangi keldim, hech kimni tanimayman desam, 我新来到这儿啊。我新来到这儿，谁也不认识，谁也不认识。desek bo'ladi. Na mening hech nima yegim yo'q, ishtahayim yo'q degan bo'lsak, 我没胃口，什么也不想吃。我没胃口，什么也不想吃。desek bo'ladi. Bularning hech qaysini yaxshi ko'rmadim degan bo'lsa, masalan bir mol sotib olganda, 这些我哪个都不喜欢，这些我哪个都不喜欢 deymiz. 好，那么这个内容会了吗？什么都什么也bo'lgan chaqda hammasi bo'ladi, keyingi bu qitilib ketsa hech qaysi bo'lib mangdi. 好，这是我们的第二个。那么yaktaki misalga hazır deganimiz shu. 谁都不知道村主任去不去。那村主任niki berish bermasligini hech kim bilmaydi bo'ladi. 然后呢，哪儿都能买到这样的衣服。那bu xil kiyimni nega borsangiz sotib ola olasiz. 那就是哪儿都有degan bo'ladi. 好，咱们再看第三个，用不用？用不用？用不用deganimiz就是 lazımmı, lazım emasmi, hojati bormi, yo'qmi deganni bildirdi. Masalan, men yerda debdi, 今天用不用我接你? Bugun sizni og'ili boramdim, bormamdim. 今天用不用我接你? 今天用不用我接你？好，那这篇课文用不用背？那bu tekstni yodlashning hojati bormi yo'q? 这篇课文用不用背 deganga o'xshasa. 好，这个呢是hojati bormi yo'qmi degan vaqtimizda 用不用 desak bo'ladi. Na sizga yordam qilaymi, sizga yordam kerakmi, kerak emasmi desak, 用不用我帮你？用不用我帮你 desak bo'ladi. 好，下面一个呢，写作，写作，请假条，请假条degani ruxsat so'rash xati， ruxsat so'rash xati 对我们来说可以说是非常的有必要的啊。ish qilib bir yerga bormoqchi bo'lsak yoki bir ish bo'lib qolgan vaqtida shu maktabdan deymiz yoki bo'lmasa ishlayotgan o'rnimizdan ruxsat so'ramoqchi bo'lsa, qandaq yozimiz bu 请假条 deganni. 那首先我们要知道请假条 qancha bo'limlarga bo'linadi. Avval biz bularni bilishdan burun miyadagi birinchi misolga bir qarab boqaylik. 首先请假条deb turib ustida bir temasi
팀스 봐. 나 디메 칭자条 degan mushu ruxsat so'rash paytidagi birinchi sharti ustiga timini aytilishingiz kerak. 칭자条 degan shu xatni yozamiz. Andan keyin 尊敬的王主任 debdi. 那尊敬的王主任, ma 尊敬的王主任 degan qandaq ma u mushu qadaqninki 5dan boshlagan. 5dan boshlaysiz, andan keyin keyingi shiktal chik ursiz. Na bu nima desek, 这是称谓. Yani siz bu 请假条ni kimga yozdingiz, kimdan ruxsat so'ramoqchi? Shu odamni mishaga yozib, palonchi keyingi shik chekit, andan ikki bo'sh o'rin, ikki xatlik bo'sh o'rinni qo'yib turib, nima? 由于我姐姐要结婚了, meniki ocham to'y qilmoqchi. 那不nimasi sababi, 那就是原因啊，原因。我想于某年某月某日至某月某日请几天的休假。那么mən mançıncayna mançıncı günüdün tatip mançıncayna mançıncı günügece ruxsat so'ramoqchi. Na bu nimasi? Ruxsat so'rag'iningizning vaqti. 好，望您批准。那这个ija ilaqi ma'qul bo'lishingizni xohlayman, umid qilaman deb yozibdi. 那就是说请假条ninki mazmunida ikki narsa bo'lishi kerak. Birisi nima uchun ruxsat so'radingiz? Ya'ni ruxsat so'raganninki sababi, keyinida qanchalik vaqt ruxsat so'raysiz? 那就是ruxsat so'rashninki vaqti, vaqti. Buni yozib bo'lgandan keyin oxirsida shu tasdiqlashingizni umid qilaman deb 望您批准，希望您批准都可以啊，请您批准desek bo'ladi. Deb bo'lgandan keyin tugdi bu mazmun. Andan ostiga nimani yozamiz? 署名. 署名 deganimiz 就是mushu 请假条ni kim yozdi? Siz yozgan bo'lsangiz, 那就请假人 deb ikki chekit, andan keyin keyingi ismingizni, eng oxirisiga vaqtni yozib qo'yishni unutmang. 这个呢是miyadagi 请假人是阿里木，是吧？那我们再看第二个嘛，ikinci 请假条的。那 avval timisi 请假条 degan ma shu xat timisi, andan keyin 称谓 kimga yozdingiz? Li 老师ga yozibdi. Andan ikki xatning bo'sh o'rinni qo'yib, 今天我生病了. Na sababi nima ekan? 生病了, og'rib qopdi, 不能去学校上课, maktabga berib darsga borolmayman. Na sababi那 qanchalik vaqt ruxsat so'ramoqchi? 想请一天的病假, bir kunlik mushu kasal ruxsat so'ramoqchidim. 请您批准, 然后后面一个句号. Ostiga nima? 署名 bilan 日期 bo'lishi kerak. 署名请假人李刚, anandagi vaqti 某年某月某日. 好，请假条那一共要写哪些个内容呀？一共6个部分啊。Avval timsi 称谓 kimga yozdingiz? Anandagi ma o'tirdagi mazmunda ikki nuqta bo'lishi kerak. Sababi, vaqti, andan keyin ostida mushu ilaqi 署名, 也就是bu mushu 请假条ni kim yozdi? Andan keyin eng ostiga chislasi, shu mushu 请假条ni yozgan kuningiz. 那同学们会写了没有啊？6 bölüme 题目这个标题、称谓、请假的原因，然后呢请假的起止时间，然后是署名，然后是日期。Ma bu 署名 bilan 日期 shu mamunda qog'ozniki juma o'ng tarafininki ma past tarafiga tushadi. Juma majitiga yozib olsa bo'lmaydi. Ma o'ng tarafninki ostidaroq tushadi, ostiga. 好，会了没有啊？那今天的作业啊，我们说，Kennedy 那个 mashqning ichida nima bor de 有一个，我看啊，后面的练习。mashqninki 6. savolda 王丽生病了debdi. 王丽 og'rib qoldi, 不能去上班, ishga borolmaydi. 那请你帮他写一张请假条. 那王丽 yordam qilib 请假条dan birini yozib bering debdi. 那 shuningga qarab nima ish qilamiz? 请假条dan birini yozib etinglar. 那这个呢就是我们的作业，这就是我们的作业啊。好，那下面呢，最后我们今天的这个内容算是讲完了，跟老师一起把前面的这个都过一下啊。
咱们从这个一词多义开始。gulning8xil manzilni do'qa，这个词语你跟我一起读一下：花木、花木、花盆、花盆、种花、种花、雪花、雪花。这裙子太花了，这裙子太花了。花猫，花猫，花花绿绿，花花绿绿。眼花，眼花，昏花，昏花。他这个人很花心，他这个人很花心。花费，花费。花钱，花钱。花时间，花时间。好，词句例式里面的例句啊，咱们俩差不多高，咱们俩差不多高。妈妈的头发差不多都白了，妈妈的头发差不多都白了。教室里坐了差不多20人，教室里坐了差不多20人。差不多一半的同学都去过北京，差不多一半的同学都去过北京。今天他去商店了，可是什么都没买。今天他去商店了，可是什么都没买。你觉得咱们什么时候去好？随便，什么时候都行。你觉得咱们什么时候去好？随便，什么时候都行。谁也不知道村主任去不去，谁也不知道村主任去不去。哪儿都能买到这样的衣服，哪儿都能买到这样的衣服。今天用不用我接你？今天用不用我接你？这篇课文用不用背？这篇课文用不用背？好，那请假条我们再说一下，一共是6个点啊。哪6个点？标题、称谓、请假的原因、请假的起止时间、署名、日期。무슨格式是呢？조금 있습니다。那好，那今天的这个内容呢，我们上完了。那我们下一节课再见。